Assalomu alaykum. Sotuvimizga Cherry 7 Pro mashinamiz kelib qoldi. Kraskalari top-toza desak ham bo'ladi, faqat mana shu kapotning uchida ozgina mana shu yerda bitta petnosi bor. Bu ham darvoza yopilib ketib, bukilgan ekan. Mana yerda bu endi ishlasa emas, bunga kraska tekkizib qo'yilsa, kosmetika qilib qo'ysa ozgina qirilgan joyi bor, lekin kirmagan. Qolgan joyi kraskalari top-toza. 2023-yil mashina mana ichki ko'rinishlari. Bu eng fulli. Salonda o'zida buni narxi 340 million. Tomi заводской qora chiqqan buni. Mana benzinda harakatlangan mashina. To'rtta baloni ham yangi, yumshoq balon qo'yilgan. Bemalol bitta sizon yuradi. Cherry 7 Pro. Tomi qorasidan, eng fullidan. Vali oddiysiga adashtirmaylar buni. Yurgan masofasi 38800 km. Nakitkalar qo'yilgan. Qimmat nakitkadan kiydirib qo'yilgan. Poligi bor. Ishqilib mashina tayyor minishga. Olasizlar, minasizlar. Egasi 20 ming narx aytayapti. Kelishiladigan joyi bor. Ozgina o'tib beradi. Yetmay qolgan 3-4 ming dollar yetmay qolsa mabodo. Nasiyaga ham kelishlaveradi. Egasini o'zida.